kirilchada yozilyapti. Ko'z oldingizga Fotihani keltiring. Keltirdingizda? Qarang, ihdinas sot o'qimaydi u yerda. Sin, chunki kirilchada sot yo'q. Ihdinas sirotal deydi, to yo'q, eshiting. Bir dunyo xato, eshityapsizmi? Ihdinas sirotal mustaqim. Qarang, yana sin, sirotal lazina ta deydi. Sirotal lazina deydi, zal yo'q unda. Qarang, sin, sirotal lazina an'am ayn yo'q, anamta alayhim deydi. Eshityapsizmi? Barbot. Uni biri tushmaydi bizga. Siz buni o'rganib olasiz-ku. Buni omonatan aytishimiz kerak. Uni o'rganib olganingizdan keyin Mashariy aytsin, Mahmud Xolil Husari aytsin, u aytsin, bu aytsin, tilingiz kelishi qiyin bo'ladi. Chunki tilni birinchi xatoda o'rgatib, xatoga boshlab qo'ygan bo'lasiz. Imkon qadar bugunni o'zidan kirilchadan tiling. O'sha yodlagan suralaringizni endi kirilchadan o'qimangda, faqat Mashariyni eshitib, boshqasini eshitib, talaffuzingizni to'g'rilavering, kirilchada Qur'onni ko'rib qo'ymang. Shunda inshaalloh Qur'oningiz tuzaladi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Omonatdan mana so'radi.